Rahmat. Tomoq yeymiz deb to'ytimiz shundoq ketib pasaqlab bir oshxonaning ichidan hali boyaman gapini qilib qo'ygan og'inim bir qizvallar oldimiz qilib chiqib qo'limiz qilib tushib qoldi-da. Nima ish qilib yursa, kim bo'ldi bu desa, voy yaqinma odosh bo'l satlashma, bir do'stimni qilib ketdi bu. Bu o'zi yomon qiziqchi bu, ba'zi qiziqishlar qilib qo'ydi. Shu tutib olib, bu qizval mehmon qilish qancha pul ketdi odosh desam, 15 so'm deydi. Ya 15 so'mga mehmon qildingmi? Ashta azam ekan bu qiz mehmon qilmoq. Hajab azam mehmon qilsa desam, bu qizning so'mkasi bor shu 15 so'm ketdi. Bir kuni ayoli bilan bozorga chiqibdi-ku bu. Bunda kelyapti ayol ikkisi shuning bilan bir ko'rishib qo'y buni ular qiziq gapdan birisi chiqadigan bo'ldi deb assalomu alaykum deb kelib ko'rishdim, salomlashdim. Paranglashib ayoli yo'q. Moyoqda bir ikki ayol so'qishib ketdi. Ya adaş hozir qishonda ayoling turadi. O ikki ayol ayat so'qishib o'tirdik. Sening ayoling emas-da, ikkisidan birisi desam, "Ay shu mening ayolim birisi" deydi. O so'qishayotgan xotining bir sening xotining emas desam, "Ha" deydi. "Qaysi sening xotining?" desam, "Ular shu masalani talashib o'tirdi" deydi. Dadisi tugab ketdi bag'inamning bir kun dadisi tugab ketganda patiga bordik ishdan kirsak, voy otam deb yig'ildi bag'inam yig'lab ketganda, voy savr qil deb ko'rishvasak, moyoqda bir mo'yisib odam borki, yosh cho'ng'aroq odamga, "Ey, yig'lama. Nima yig'laysan? Ha? Dadangning to'yi bo'ldi. Dadang 70 yoshga kirdi, to'yi bo'ldi" degan gap. "Nima yig'laysan? Yig'ilsang to'g'ri bo'lamda, yig'lama" deb vaqirab ketdi. Bag'inamni besiqdi. Bir kim degan dadisining ishga og'ayisi kirdi. Kirdi, dadisining og'aylarini ko'rib, yana o'zini basamay, voy otam deb yig'ildi. Har qadam yana qopib ketdi. "Ey, yig'lama deyapman men sana. Dadangning to'yi bo'ldi, uqdingmi? Dada deb yig'ilsang ro'yi ko'rinmamdi. Yig'lama, dadangning to'yi bo'ldi" deb qaynab ketdi. Buning misal ko'ngli keldimi? "Siz qancha yoshga kirdingiz?" dedi. "Men 75 yoshga kirdim" desa, "Siz to'y qildigan vaqtim 5 yil o'tib ketibdi" dedi. Assalomu alaykum. Menga shunda kulib o'ylab o'tasiz. Rahmat. Bugun umrimizda Qashqa xalq naqshchisi, Qashqa teatrchilik ishlari uchun o'chmas to'yib bilan qo'shgan Abdukim Ro'zi apandining o'g'li Abdug'ani Abdukimga beramiz. Marhamat.